Assalomu alaykum azizlar. Bugun stressni homila bo'lmasligiga katta ta'sir haqida batafsil gaplashamiz. Bir necha daqiqalaringizda ayamasanglar, juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'lasizlar. Qani bo'lmasa boshladik. Demak, xotin turmush qurdi, oila qurdi, oradan 2 oy, 3 oy vaqt o'tdi, 4 oy o'tdi, lekin yangilik bo'lmayapti. Уже xotin dumkada o'ylash boshlaydi. Nima sababdan bizda homila bo'lmayapti? Qanaqa qilsa homila bo'ladi? Yo'q, hali o'ylamanglar. Sizlar hali yosh oilasizlar. Xohlagan vaqtda, Xudo xolasa, nasib qilgan vaqtda bo'ladi bu homila. Peshonalaringizga yozgan kunda, yozgan soatda bo'ladi. Buni o'ylaganlaringiz bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bilaman, sizni stressingizga yon atrofingizdagi odamlarni, oila a'zolaringizni, yaqin yor do'stlaringizni ta'siri bo'ladi. So'rashadi, yangilik bo'ldimi, nima bo'ldi deb hit-hit tashlashadi qo'pol aytganda. Bunga e'tibor berasiz kerak. Hozir stressni erkak organizmi uchun, ayol organizmi uchun qanchalar zararligini ham ruhan, ham jismonan juda ham katta nagruzkaligini tushuntirib beraman. Demak, surunkali stressda yurish natijasida organizmda bir yomon gormon, stress gormoni kortizol ko'tarilib ketadi. Buni hisobida erkaklarda urug' ishlab chiqarish pasayadi, testosteron pasayadi. Sababi kortizolni parchalash uchun, bor energiya kortizolni parchalash uchun ketaveradi. Chunki organizmga bosimli kortizol. Parchalaydi. Siz uchun, testosteroningiz uchun ketadigan energiya kamayadi. Urug' ishlab chiqarish uchun ketadigan energiya kamayadi. Buni hisobiga testosteron va urug' ishlab chiqarish pasayadi. Buni dehqoncha tushuntiradigan bo'lsam, yelkangizda bir qop un bor. Bir qop unni tashlab ketmaysiz-ku. Uni sekin solasiz, xamir qilasiz, non qilib pishirasiz-da yeysiz. Organizm ham xuddi shunaqa. Kortizol yuk bo'lsa, o'sha yukni parchalab, kerakli narsa aylantirish uchun bor energiyani sarflab qo'yadi. Testosteron pasaygandan keyin, jinsiy xohish pasaygandan keyin, urug' ishlab chiqarish pasaygandan keyin albatta homiladorlik pasayadi. Homila bo'lish pasayadi, ehtimollik kamayadi. Demak, ayollarga keladigan bo'lsak, organizmga kirgan kortizol miqdori prolaktin va estradiol gormonlarni balansini buzib tashlaydi. Prolaktin ko'tarilib ketadi, estradiol tushib ketadi, testosteron gormoni ayollarda oshadi. Buni hisobiga follikula yetilmaydi, yorilmaydi, ovulyatsiya bo'lmaydi, hayz sikli o'zgarib ketadi. Bitta stress, o'ylab ko'ringlar, bitta stress butun homila bo'lishini kechiktiryapti. O'ylab ko'ringlar, eslab qolinglar. Stressdan chiqmasangiz, homilador bo'lish ehtimolligingiz sizlarda past bo'ladi. Qachonki Allohga tavakkal qilib, bo'ldi, peshonamga yozgan kuni bo'ladi deb harakatni boshlab, kamchiliklar bo'lsa doktorga ko'rinib harakatni boshlasanglar, stressdan chiqsanglar, o'shandagina homilador bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuni ham unutmaslik kerak. Stress boya aytganimdek, ham ruhan, ham jismonan juda ham katta zarba organizm uchun. Gormon balansi buziladi. Buni sizlarga tushuntirdim sababini. Kortizol parchalash uchun energiya kerak bo'ladi va hokazo. Qachonki sizlar stressdan chiqsanglar, o'shanda sizlarda homila bo'ladi yoki homila bo'lish ehtimolli 80% yuqorilaydi. Siz bilan doktor Quvonchbek kerakli ma'lumotlarni olish va o'tkazib yubormaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lishlaringizni so'rayman.